Ona, yig'ishtiring narsalaringizni. Bo'ldi, endi 4-etajga chiqib tushurmaysiz, oyog'ingiz og'rimaydi. Sizga mana shunaqangi shinam xonadon topib qo'ydimki, kirib mazza qilib oilaviy yashaymiz. Agar o'tiga bemalol gullaringizni ekib, o'zingiz bemalol sug'oraverasiz. Qo'shnini farzandlari dapur-tupur qilib sizni bezovta qilmaydi. Mazza qilib o'zingiz tinchgina osoyishta hayotda yashaysiz. Inshaalloh bir kun kelib shu gaplarni onamizga aytib, yangi mana shunaqangi hovlilar olib berish nasib ro'z aylasin. Shunaqa niyat qilganlar videoga like bosib qo'ying. Bugungi xonadonimiz 228 tutuvda 4 ta xona qilib qurilgan shinamgina hovli. Kattagina koridorlarga ega bo'lgan. Chap tomonda chiroyligina oshxonalariga ega bo'lgan. Panorama oynali xonalari kenggina bo'lgan hovlimizni ko'ringlar. Bardanko'lda joylashgan bu xonadonimiz 108 mingga baholanayapti. Ichida o'zining sanuzellarga ega bo'lgan ota-onalar yotoqxonasi. Farzandlaringizga kichkinagina bo'lsa ham mana shunaqangi sharoitlarga ega bo'lgan yotoqxona. Orqa hovliga qaragan eshiklari havo aylanishi va tabiiy yorug'lik bilan yoritilishi uchun juda ham chiroyli bir sharoitlar qilingan. Bu yerda umumiy sanuzellar va oxirgi xonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. 108 mingga arziydimi yo'qmi? Eng asosiysi ota-onani xursand qilishga albatta arziydi. Shu xonadonni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha do'stingizga, yaqiningizga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.